Unutilmaganda Yulduz Usmonova va Yulduz Turdiyeva do'konda. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, siz Guli TV qisqa xabarlar kanalidasiz. Kanalimizga xush kelibsiz. Yurtimizda va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlardan doimo birinchilardan bo'lib xabardor bo'lib turishni xohlasangiz, kanalimizga hoziroq podpisatsiya tugmachalarini bosib, videolarimiz davomida yordamni like tugmachasini bosib ketishni ham unutmang. Mashhur xonandalar Yulduz Usmonova va Yulduz Turdiyeva tasodifan do'konda uchrashib qolishdi. Ularning samimiy suhbati va kutilmagan uchrashuv atrofdagilarga iliq kayfiyat uyg'otdi. Do'kon ichidagi rangli muhit, dildan suhbat va tabassumlarga to'la lahzalar orqali har ikki san'atkorning samimiyati yorqin namoyon bo'ldi. Yulduz Turdiyeva ustoziga katta hurmat bilan yondashib, uning o'g'illari Mehroj va Siroj, kichik qizi Mehribon hamda opasining qizi bilan tanishtirdi. Uning samimiy iltijosi va hayajoni ham yuzdan sezilib turardi. Yulduz Usmonova esa hamkasbining farzandlarini mehr bilan qabul qilib, ularning birma-bir peshonasidan o'pdi. Xalq artisti shunday dediki, bu so'zlar hammaga ilhom bag'ishladi. Bola bu baxt, mehr va sabr manbai. Ularga yaxshilik tilaklarimni aytaman. Omadli va sog'-omon voyaga yetsinlar. Suhbat davomida ikki san'atkorning yuzlarida tabassum, ko'zlarida esa samimiy hurmat va mehr ifodasi ko'rindi. Ular nafaqat sahnada, balki hayotda ham insonparvar va dildagi so'zlarni aytishga qodir shaxslar ekani yana bir bor isbotlandi. Yulduz Turdiyeva bu lahzani ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida shunday izohladi. Ustoz bilan do'konda tasodifan ko'rishib qoldik. Bu men uchun unutilmas hodisa bo'ldi. Har bir so'zlari, mehrli nigohlari uchun minnatdorman. Bu uchrashuv nafaqat muxlislar, balki butun shou-biznes jamoasi uchun ham eng iliq va insonparvar lahzalardan biri sifatida esda qoladi.